Tasavvur qiling, tishlaringiz sog'lom. Ovqatlarni bemalol qiynalmasdan chaynay olasiz. Tishlaringizda umuman karies yo'q. Kulganingizda tabassumingiz chiroyli ko'rinadi. Atrofingizdagi insonlardan umuman uyalmaysiz. Menimcha hammamiz shunaqa sog'lom tishlarga ega bo'lishni xohlasak kerak. Assalomu alaykum. Ismim Ubaydulloh. 7 yillik tajribaga ega ortoped stomatolog, implantologman. Professional 9 yillik karyeram davomida 10 mingdan ortiq bemorlarga stomatologik muammolarni hal qilishga va ularni go'zal tabassum qilishlariga yordam berdim. Hozirda Toshkent shahrida joylashgan Medden stomatologiya klinikasining asoschisi va rahbari bo'laman. Agar sizning tishlaringizda hech qanday muammo bo'lmasa va tishlaringiz holatidan mamnun bo'lsangiz, sizning vaqtingizni hurmat qilgan holatda aytamanki, bu video siz uchun emas. Lekin tishlaringiz karieslarsiz sog'lom bo'lishini, kulganingizda tabassumingiz chiroyli ko'rinishini, 4-5 yil vaqt va minglab xarajatlarni tejab qolishni xohlasangiz va afsuski tishim yo'q, endi nima qilaman deb o'ylab qiynalayotgan bo'lsangiz, diqqat bilan bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bu video aynan siz uchun. Tayyor bo'lib bemalol joylashib olgan bo'lsangiz, videoni qadamma-qadam boshlayman. Statistika shuni ko'rsatadiki, odamlarning 80% tishdagi muammolarni o'z vaqtida davolatishmaydi va stomatologga borishni kechiktirishadi. Natijada oddiy karies katta muammoga aylanadi. Tajribamda bo'lgan bitta misol bilan bo'lishaman. Qabulimga bitta bemor shikoyat bilan kelgan. Unda karies borligi aniqlangan va kariesni o'z vaqtida davolashni taklif qilganman. Bemor keyinroq kelaman deb qaytib kelmadilar va keyinchalik o'sha tishlarni asorati bilan keldilar, ya'ni tishlarni nerviga o'tgan va nerv olishga to'g'ri keldi. Nerv olgandan keyin временный plomba bilan yana bemor ketdilar. Natijada ancha vaqtgacha yo'q bo'lib ketdi. Tushunishingizcha uchun aytaman, временный plomba bu uzoq vaqt turadigan plomba emas. Uzog'i bilan bir hafta turishi mumkin. Shuning uchun o'z nomi bilan временный plomba deyiladi. Bu bemor ham bir haftadan keyin kelib doimiy plombani qo'ydirib ketish kerak bo'lgan, lekin bu bemor kelmagan. O'zi qoidasi bo'yicha bir haftadan oshiq временный plomba bilan yurish mumkin emas. Bir qancha vaqt o'tib bemor keldilar. Hech qanaqa shikoyat yo'q edi. Faqatgina COVID borligiga shikoyat qilyotdilar va vaqtinchalik plombani o'rniga doimiy plombani qo'yib bering deb aytdilar. Va biz ko'rikdan o'tkazganimizda bemorda o'sha tishi olib tashlaydigan holatga kelib qolganligi aniqlandi. Va natijada tishi udaleniyasi bilan yakunlandi. Nimaga olib tashlashga to'g'ri keldi? Chunki tish ochiq bo'lganning hisobiga chirish jarayoni ildizga o'tgan. Ildizdagi chirishni saqlab qolishi imkoni yo'q. Shu sababdan tishni olib tashlashga to'g'ri keldi va afsuski bitta dona karies tishi olinishi bilan yakunlandi. Shu bilan voqea bu yerda yakun topmadi. Endi bemorda bir tomonda chaynash uchun diskomfort yuzaga keladi. O'z-o'zidan bemor o'tga tish qo'ydirish kerak. Bemorda variant bo'ladi, yo implant qo'ydirish yoki kompleksimon protez qildirish. Agar bemor implantni tanlasa, uzoq vaqt kutishga to'g'ri keladi. Agar kompleksimon protezni tanlasa, sog'lom tishlarni chaqlab tashlashga to'g'ri keladi. Bu ikki tomonlama bemorga jabr. Tabiiyki bemor sog'lom tishlarni chaqlab tashlashni lozim topmadilar va ularga biz implantatsiya o'rnatib berishni to'g'ri yechim deb bildik va bemorga implant qo'yib berildi. Mana qarang, bitta kichkina dog' sababli tish olishgacha boryapti va natijada sog'lom tishingizni o'rniga sun'iy tish qo'yilyapti. Undan tashqari u bemorda tanlov bor edi. Muammoni erta davrida hal qilish. Afsuski bemor cho'zib yurdi va natijada boshiga nisbatan 10 barobar qimmat pul to'lashga to'g'ri keldi. Mana o'zi karies shunaqa narsaki, bir juda ham kichkina narsa, lekin bu kelajakda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Global statistikani olaylik. Oxirgi tadqiqotlarga ko'ra, katta odamlarda dunyo bo'yicha 27-28% da karies mavjud. Bu taxminan 2,2 milliard odamlar demakdir. Ya'ni har 4 katta odamning bir nafarida yoki undan ko'prog'ida kariesi mavjud. 510 milliondan oshiq bolalarning sutishlarida ham karies mavjud. Umumiy hisobda kariesga chalingan odamlar soni 2,5 milliarddan ortiq. Bu ko'rsatkich bizning yurtimizda nisbatan sal ko'proq, sababi bizda gigiyena va profilaktika chora-tadbirlariga yaxshi amal qilinmaydi. Endi savol: sizda karies bor yoki yo'qligini qatdan bilasiz? Birinchi o'rinda oynaga qaraysiz, vizual. Tishingizda qora dog' paydo bo'lgan bo'lishi kerak. Endi bu ham kariesga chalindi yoki chalinmadi degani emas. Uning uchun sizda simptomlar paydo bo'ladi. Birinchi navbatda tishlaringiz shirinlik yeganda og'rishni boshlaydi. Undan keyin issiq yoki sovuq suv ichganingizda tishingizda bezovtalik boshlanadi. Bunda o'sha karies chuqurlashdi degani. Endi shu holatga tushmaslik uchun ikkita maslahatni
berib o'taman. Birinchisi, shirinliklar, gazli ichimliklarni iloji boricha kam iste'mol qilish va har ovqatdan so'ng tishlarni yengil tozalashni tavsiya qilaman. Endi agar sizda karies rivojlangan bo'lsa, unda darhol stomatologga murojaat qilish tavsiya etiladi va bu sizga qisqa vaqt ichida kam xarajat bilan muammongizni hal qilishga yordam beradi. Agarda sizda kuchli tish og'rig'i, ovqat chaynay olmaslik va yuzingizda shish bo'ladigan bo'lsa, bunda karies ancha jiddiy asorat olgan, ya'ni yallig'lanish tish nerviga va suyakkacha o'tgan bo'lishi ham mumkin. Bunday holatda darhol stomatologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Stomatolog bunday holatda tishni davolab va yakuniy bosqich tishni plombalash yoki koronka bilan protezlash bilan tishni davolashni yakunlaydi. Endi tasavvur qilaylik, sizda umuman tish yo'q. Boya videoni boshida aytib o'tganimdek etaplardan o'tib bo'lgansiz. Ya'ni tishingizni oldirib tashlaydigan holatgacha kelib bo'lgansiz. Bunday holatda nima yechim? Yo ko'priksimon protez konstruksiya yoki implant bilan bu muammoni hal qilish mumkin. Implant ma'lumki, yo'qotilgan tishni tayanch vazifasini bajarib beradi va implantni ustiga tish qo'yish bilan chaynov va estetik holat tiklanadi. Meni oldimga implant qo'ydirib kelaman degan bemorlarning o'rtacha yoshi 45 yoshdan 60 yoshgacha bo'lib, ularning aksariyatini farzandlari murojaat qilib kelishadi. Bunga sabab ular sifatli tish muolajasini o'tkazmaganligi yoki o'z vaqtida shifokorga murojaat qilmaganligi bo'lib chiqadi. Va juda ko'p holatlarda boyagi aytgan bemorimga o'xshab bitta yoki ikkita implant bilan muammo hal bo'lmaydi. Ko'pincha 4 ta, 5 ta va ba'zi holatlarda 12 tagacha implant qo'yish mumkin. Tasavvur qiling, bitta dona tish bo'lmasa, bizni ovqat chaynashga qanaqa qiynalamiz? O'sha tomonda diskomfort bo'ladi va bir yoq tomonga olib faqat bir yoq tomondan chaynashga harakat qilamiz. Endi onalarimizda 4 ta, 5 ta va ayrim holatlarda umuman jag'larida tish bo'lmaydi. Ular butkul ovqat yegiligi ham kelmay qolishadi. Bu gaplarni aytishimdan maqsad o'zingizni tabiiy tishlaringizga e'tiborliroq bo'ling. Hech qanaqa bir sun'iy tish sizni o'zingizni tabiiy sog'lom tishlaringizni o'rnini qoplab bera olmaydi. Bizda imkoniyat bor. Agar bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, ham sog'liq tomonlama, ham moddiy tomonlama ancha foydada bo'lgan bo'lamiz. Endi sizda bir nechta e'tirozlar bo'lishi mumkin. Masalan, siz o'z vaqtida shifokorga murojaat qildingiz va oxir oqibat natijada sizni tishingiz baribir olib tashlashgacha bordi. Bu holatda sizda aybingiz yo'q. Kuni kecha o'z tajribamda bir klinik holatga duch keldim. Bemor menga boshqa muammo bilan murojaat qilyapti va rentgenologik tekshiruvda ko'rinyaptiki, bir necha oy oldin boshqa tishlarida protezlash amaliyoti o'tkazilgan va u yerda kamchiliklar bor. Bunaqa holatda meni taktikam o'sha kamchiliklarni yo'qotmasdan turib protezlashni amalga oshirmayman. Men oldin o'sha muammoni hal qilmasdan turib, ya'ni tish kanalida kamchiliklar bo'lsa yoki tish ildiz atrofida yallig'lanishlar bo'lsa, ularni bartaraf qilgandan keyingina tish protezlash amaliyotini o'tkazaman. Agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz tishlaringiz sog'lom bo'lishini, kulganingizda tabassumingiz go'zal ko'rinishini, odamlar bilan muloqot qilganingizda og'zingizdan noxush hid kelmasligini xohlayapsiz, to'g'rimi? Aynan siz uchun eksklyuziv taklifimiz bor. Vaqtini ajratib, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun klinikamizdagi narxi 700 ming so'm bo'lgan professional tish chistka protseduramizni bepulga qilib bermoqchimiz. Chiskadan so'ng sarg'aygan tishlaringiz oqaradi, noxush hiddan xalos bo'lasiz va tabassumingiz yanada yorqinlashadi. Sizda hozir ikkita yo'l bor. Videoni kelgan joydan to'xtatasiz va hayotingizni kelgan joydan davom ettirasiz. Va kelajakda vaqt, sog'liq va pul yo'qotishga ham tayyor turasiz. Yoki hoziroq biz bilan bepul tish chiskasiga yozilasiz va sog'lom tabassumingiz sari birinchi qadamni qo'yasiz. Chiskaga yozilish uchun video opisaniyasida va kommentariya bo'limida havola qoldiramiz. Shu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, operatorlarimiz 24 soat ichida siz bilan bog'lanishadi. Ushbu taklif faqat videoni oxirigacha ko'rganlar uchun amal qiladi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Iloji boricha hamma savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Tishlaringizni sog' salomat saqlang. Meddenti ko'rishguncha.